Assalomu alaykum. Aka-ukalar, charchamayapsizlarmi, tinchmisizlar? Akalar, mana ko'rib turganinglar mana qora pistani mang'izi. Mana shundan habit mahalda tekshindan keyin beriladi. Bu kabutarlarning tulovlariga zo'r. Immunitet ko'taradi, kaptarni semirtiradi. Jo'nalarga ham juda foydali narsa. Kilosi 18 ming so'mdan 20 ming so'mgacha. Bu ko'rganinglar masxat tozalangan yaxshisi. 8 ming so'mdan kilosi. Achchiqroq narsa, qurtiga ko'proq foyda beradi, qurtlarni tushiradi. Kabutarlar semirtiradi. Hazm qilishi zo'r, yumshoq narsa. Jo'nalarga ham yaxshi. Abit mahalda shunday holatda berilaveradi. Peshindan keyin yengil kabutarlar juvoniladi, qayta yana bir marta baqish uchun desertiga beriladi. 3-chi donimiz bor, hozir uni ham ko'rsatamiz, obzor qilib. Kanareshni bora? Yarimchini ko'p emas, yarimchini bo'ladi. Ma. Bormikan? Nerede qolibdi? Kabutarlar tulovlari ancha yetdi. Adina plyusimizdan bugun 4-kuni. Ertaga 5-kuni berib tugatsak, 2 kun vitamin beramiz. Undan keyin qurtiga vitamin, yana qurtiga. Undan keyin inshaalloh vaksinaga tayyor bo'ladi. Aka-ukalar, mana shu kanareshnidan yaxshisi 12 ming so'm. Bu 10 ming so'mligi ham bor. 12 ming so'mlikda mana ko'rib turgan qora rapsilar bor, shu kuchli narsa. Bundan kabutarlar, ishlab turgan kabutarlarga juda oz miqdorda beriladi. Yengil, ozgina. Ko'proq narlarni o'ziga bersa bo'laveradi. Chunki modalarga ko'proq nimaga berilmaydi desanglar, ikkita sariqli tuxum qo'yib qo'yadi. Chunki semirtirib yuboradi. Bu kaptarni juda kuchli holatda semirtiradi. Mana qora pistani mang'izlari ham juda ko'p. Raps bor, zig'ir bor. Tariqlar bor, bu yerda ko'p narsa bor. Kanareshning juda kuchli don. Buni hamma biladi donni. Shundan tekin mahallada yengil beriladi kabutarlarga. Ko'p emas. Agar ko'paytirib qo'ysanglar, ikkita sariqli qilib bir marta qo'yib qo'ygandan keyin moda shunga moslashib qoladi organizm. Keyin naslchilik berishi ancha qiyinlashadi. Foydali video olgan bo'lsak, sizlarga yoqqan bo'lsa biz mamnunmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Olovchani yondirib, yurakchani qizartirib va albatta podpiska bosishni unutmang. Nima savollar bo'lsa kommentariyaga yozsanglar, qo'ldan kelgancha inshaalloh atvet qilamiz, javob beramiz. Hozirgi paytda eng ko'p kuzatadigan kasallik kaptar qusishi va ko'z og'riq, shamollash. Endi shamollashda har xil turi bor. Misol uchun ko'z og'riydi, bir oyog'i cho'laqlanadi, yoki burnidan sariq balg'am keladi, yoki pixillaydi, yoki g'ijillaydi kabutar. Shunday holatda hammasi ornitoz bo'ladi. Bunga belgilangan mahsuloti bor, Ornidid yoki Ornispesh. Shu hozirgi paytda eng effekt berib, yaxshi ko'rsatkich ko'rsatayotgan
kabutarlarimiz ideal holatga qaytarayotgan shu dorimiz bo'ladi. Sizlarga dorimizni ko'rsatib o'tamiz hozir. Olib keling shogird bola. Tornadota bilan 15 tomonlashtirdik. Bu videomizni YouTube ga joylaymiz. Instagramga qo'ysak, bunimiz minut ko'payib ketdi. Telegram kanallarimizga ham tashlaymiz. Albatta original formatda bo'ladi, megabayt ko'proq. Aka-ukalar, mana kalla, tumshuq. Mana shu kabutarimiz. Bular to'xtamaydi bolada. Tulov paytda ham bola beraveradi bu narlar. Sayrog'i yaxshi. Chunki nimaga? Yemoq, pitaniya zo'r. Shuning uchun kabutarlar yil 12 oy hech qachon to'xtamaydi bular. Pitaniya yaxshi bo'lib, kabutar bodri holatda, qattiq, semiz kabutar bola berishda to'xtamaydi. Podalari ham shunday. Ko'rsanglar, mana hamma sayrog'ida modasini quvlab, tuxumga quvlayotgani ham bor. Bola baqayotganlari ham bor, lekin dam olmaydi bular. 300-200 ta rabochilarimiz bor. Drakon, qora dumimiz bor, nemis bor, king bor. Bularni bolalarini baqtiramiz. Lekin o'zlariga ham bir donadan baqtiramiz. Har safar bola baqadi bir donadan. Chunki bularni tuxumini 2-3 marta surilib qo'yganda modalar qiylanib qoladi, naslchilik bola berishi ham buziladi. Chiroyli, yaxshi narsa olamiz desanglar, o'ziga har safar bola baqtiradi. Mana shu o'rnidetamiz bo'ladi. Belgiyaning mahsuloti. Yevropaniki. İç parasol ko'rinishda. Ko'ryapsizlar. Agar bir dona jo'nalar yoki katta kabutarlar yengil holatda shamollashi bo'lsa, buni qoshiqchasida kichkina tarafida yoki qo'lda bir chimnim qilib, bir kunda bir mahal solinib tursa bo'ladi. Imkon bo'lsa don berishdan oldin solasiz. Chunki dondan keyin bo'lsa, chunki achchiqroq, yoqimsizroq narsalik uchun kabutar qusishi mumkin. Mana shu eslab qolasizlar, 10 metrda mahsulot juda zo'r, effektlari ham juda dahshat. Qadog'ida 100 gram bo'ladi. Bu anchaga yetadi bu, juda barakali. Chunki dozasi kuchli, ozginadan beriladi. 1 litrga 2,5 gramdan beriladi. 3 kun beriladi, og'ir holatda 5 kun, 7 kungacha beriladi shamollashlarga. Kabutarlarimizga joylarini chiroyli qilib tozalatib, uzumlarimizni ham past barglarini oldik. Sababi bularga hozir quyosh kerak. Quyosh, immunitet. Quyosh eng zo'r vitamin bo'ladi kabutarga. Akalar, mana yana bir xili Ornis Pesh deganimiz. Mana bu ham Belgiyaniki, mahsulot o'ta zo'r. Buning effekti yaxshi. Endi bu dorini qayerdan topamiz desanglar, O'rnedeta hozircha sotadigani yo'q. Bitta asakali Lochin akamiz Rossiyadan dastavka qildirib beradi. Kommentariyada nomerini qoldiramiz. Bu O'rnis Peshimiz Xurshtaka degan akamizda bor. Xurshtaka hamma taniydi. Marg'ilonda Kombinat bozoriga ham boradi. Shu Xurshtakaimizdan topsanglar bo'ladi. Lichka yo kommentariyaga yozsanglar nomerlarini beramiz. Effekti zo'r, hozirda effekt zo'r berayotgan mahsulotlar. Biz foydalanayotgan. Endi boshqa dorilardan foydalanmadik. Foydalanmagan, effekt bermagan dorini maqtamaymiz biz. O'zimizda effekt berib sezadigan zo'r mahsulotimiz shu. Mana shu idishimizdagi Adenapils bo'ladi. Adenapils mahsulotimiz. Shu
bugun 4-kun inshaalloh. Hurmatli obunachilarimiz, hammanglarga omad. Bizni kuzatishda davom etinglar. Olovchani yondirib, yurakchani qizartirib, albatta podpiska bosishni unutmang. Sizlarni podpiskalar bizga kuch-quvvat, yanada ideyalar qilib, kabutar sohasini yana yoritishga turtki sababchi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kabutaringlar kasal bo'lmasin.